6. bab. Hey balalar, Rabbimizga mənsub bolğanlığınlar üçün ata-ananglarning sözünü anlanglar. Bu sizlarning burchinglardir. Musa payg'ambar orqali tushirilgan ata-onangni hurmat qil degan farzni ado qilinglar. Bu Xudoning bir va'da bilan bog'lab bergan dastlabki farzidir. Bu va'da shuki, uningga amal qilsanglar baxtli bo'lasizlar va bu dunyoda uzun ömür ko'rsizlar. Assalamu aziz qarindoshlar. Bugungi ta'lim Elchi Pavlusning Efes shahridagi Masxiya jamoatiga avatgan xiti 6. bab 1 ve 3. ayetler. Bu ata-ana ve balalar ara münasebet hakkında aytilgan Xudoning so'zidir. Xudoning so'zini o'qiymiz. Ey balalar, ata-ananing so'ziga bo'ysuninglar. Bu sizlarning borchinglardir ve bu Xudoni rozi qiladi. Çünkü Musa peygamber orqali berilgan Xudoning qonunida ata-anangni hurmatla deyilgan. Andın yana shundoq qilsang baxtli yashaysan ve uzoq ömür sürsen deyilgan Xudoning va'dasi bor. Yo'qdan bor qilguvchi Xudo bizni bu dunyoga ata-onamiz orqali chiqardi. Xudo bizni bu dunyoda paydo qilish uchun ata-onamizni qo'llandi. Ya'ni ata-onamizni bu ishda o'ziga ham sherik qildi. Shunga ata-ona biz uchun bek qimmat ve qadrli shaxslardir. Ularsiz biz bu dunyoda bor bo'lmadik. Mayli ata-onamizning minaj xulqi, aqli alohidligi, axloqi ve her xil kamchiliklaridan qat'iy nazar biz ularni qadrlashimiz kerak. Çünkü ular biz kelib chiqqan manbadir. Ularsiz biz bor bo'lmadik. Biz hem Xudoning oldida hem o'zimizning vijdoni oldida ata-onamizni qimmat baholab hurmatlashimiz mushuning sababidandir. Çünkü ularsiz biz bor bo'lmadik. Ata-ana öz balalarga hech qachon yomonlik tilamaydi. Çünkü balalar ularning ishidan chiqqan ve ularning davomidir. Shunga ata-onaning balalarga aytgan so'zlari faqat ularga yaxshilik tilashdir. Shuning uchun Xudo balalarga ata-onaning so'ziga bo'ysunishni buyuruydi. Ata-onaning aytganlariga e'tibor qilib yashagan balaning hayoti baxtli o'tadi ve u uzoq yashaydigan bo'ladi. Bu Xudoning qilgan va'dasidir. Balalar, agar sizlar baxtli yashashni ve uzoq ömür sürüşni xohlasanglar, Xudoning bu aytgan so'ziga amal qilinglar. Ya'ni ata-onanglarga bo'ysuninglar ve ularning aytgan so'zlariga amal qilib yashanglar. Shunda her bir insanın en büyük istek iradesi bo'lgan baxtli hayat ve uzoq ömür ameliyatga aylandi. Çünkü bunu Xudo o'zi va'da qilgan. Xudoni rozi qilish uchun ve baxtli uzoq yashash uchun ata-onamizni hurmat qilaylik ve so'zlarga bo'ysunaylik. Qarindoshlar, bu yana jamiyatning sog'lomligi uchun muhimdir. Mesih İsa'nın namı uluklansın hayatımızda. Amin.